psixologlarni, ruhshunoslarimizni bitta gapini eshitib qoldim. Erkak kishi agar har kuni yoki tez uyiga gul olib kelib ayoliga gul beradigan bo'lsa, unda ayol kishida savol tug'ilishi kerak ekan. Qani nimaga bu bunaqa tez gul olib kelyapti? Balki aybi bormikan? Shuning uchun bu yerda muvozanat, balans masalasi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Mana senga gul. Voy, menga guldasta? Ha? Sabab? Hech qanday sabab yo'q. Shunday o'zim. Bugun bayram emas, nega tug'ilgan kunim emas. Juda to'g'ri. Voy, ishxonangizda biron yangilik ro'y bergandir. Yo'q, o'sha. Ha, maoshingizni oshirishgandir. Qosh deydi. Ha, mukofot puli olgansiz-ku. O'rtoqlaringiz bilan maishat qilib, pulingizni behuda sarf qilgansiz, men guldasta ko'tarib kelgansiz. Hech ham unaqa emas. Endi bildim. Bitta yarimta olifta jonon bilan biror joyda uchrashmoqchi bo'lgansiz-ku. Jonon sizni dog'da qoldirib kelmagan. Ha, kelmagan. Guldastani esa tashlab yuborishga ko'zingiz qilmagan. Chunki pulingiz kelganda, guldastangizni ko'taring-da. Shu jononni oldiga boring, balki kutib turgandir. Restoranga taklif qiling. Ha, restoranga. Men bo'lsam, bu yerda o'zi kun. Oshxonadaman. Sochim supurgi yo'qolib qolsa, bolalarim ham ovoraman. Ko'l yuvish, u yig'ishtirdan bo'lagini bilmayman. Siz bo'lsangiz, guldasta ko'tarib yuribsiz.